Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bugun bayonot e'lon qilib, Uyg'ur majburiy emgakini tekshirish va tadqiq qilish bilan shug'ullanadigan Los Anjelesga joylashgan Karun nomli shirkat va uning ishchi xizmatchisiga jazo e'lon qilib, ularning Xitoydagi barliq mol-mulkini to'nglatdi. Ularni Xitoyga kirishdan chekildi. Xitoy shirkatlarini ular bilan hamkorlashishdan to'sdi. Bu ikki tadqiqotchi Nikola Morgit va Imonit Shu qatorliqlardan iborat bo'lib, ular Xitoyning Uyg'ur majburiy emgakini pash qilishda o'tagan roli uchun jazolangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi yuqorqi ikki kishining Xitoyga kirishni cheklaganligini bildirgan. Shundaqla yuqorqi shirkat va shaxslarning Xitoy tavallikidagi muqim mulk, ko'chma mulk va boshqa turli mol-mulkni to'nglatganligini, Xitoy chegarasi ichidagi tashkilot shaxslarning ular bilan munosabatli savdo, hamkorlik qatorliq faoliyatlarni qilishni ma'ni qilganligini uqtirgan. Tangirtaq to'rining xabar qilishicha, Xitoy doiralari atalmish kishilik huquqni kafolatlantirish hikoyasi nomida qismliq tashviqot programmasi ta'sis qilish orqali yaqinqi yillarda Xitoyning masjid chiqish harakatidan ma'lum maqsad bilan qoldirib qo'yilgan oz sondagi masjidlarni kuchab tashviq qilib, o'z jinoyatlarini inkor qilishga uringan. Xitoy hukumatı yana 20 dekabr atalmish Xinjiangda kishilik huquqni qonunchilik jihatdan kafolatlantirish to'g'risida doklad nomli ko'ktashli kitobni e'lon qilib, xalqning dini va milliy kimligining butunlay qo'dildiganligini, diniy erkinlikning to'liq kafolatga ega ekanligini jari solgan edi. Amerika axborot xodimlari yaqinda bilim-mulk huquqi o'g'irlash to'g'risida yangi ogohlantirish berdi. Federatsiya tekshirish idorasi va boshqa bir qism organlar Xitoyning sun'iy idrok texnikasini ishlatib, Amerikaliklarga oid uchurlarni to'plashi va saqlashi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi. Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Christopher Wray bu haqda bergan bayonotida Xitoyning bir necha yildan buyon bir qism muhim shaxsiy sonliq ma'lumotlarni o'g'irlashga qatnashganligini aytdi. Wray yana Xitoyning sun'iy aql texnikasini ishlatib, hakkerlarni qo'llashi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi va mundaq dedi. Ular hozir o'zimizning texnikasini bizga qarshi ishlatyapti va sun'iy aql ishlatib bularni taraqqiy qildiryapti. Xitoyning aqli iqtidorliq yanpon ishlab chiqaruvchi shirkati Vivo'ning ishchi xizmatchisi Hindiston bexatarlik organi tomonidan qo'lga olingan. Xabar qilinishicha, Hindiston doiralari Xitoyning aqli iqtidorliq yanpon ishlab chiqaruvchi shirkati Vivo'ning ishchi xizmatchisini qo'lga olgan bo'lib, Xitoy bu ahvolga diqqat qilayotganligini, Hindistonni Xitoy fuqarolarini kamsitmaslikka chaqirganligini bildirgan. 2 oy ilgari Hindiston ma'muriy taftish mahkamasi pul yuyish jinoyati bilan aqli iqtidorliq yan pulni ishlab chiqaruvchi shirkat Vivo'ning 4 yuqori darajali boshqaruvchisini qo'lga olgan bo'lib, bularning biri Xitoy fuqarosi ekan. Amerika hukumati Xitoydan import qilingan 352 mahsulot turi va COVID-19 ga munosabatlik 77 mahsulot turiga tambojni beji kechirim qilishning 2024-yili 31-maygacha uzartirilganligini e'lon qildi. Amerika savdo vakili ishxonasi Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump davrida tambojni beji kechirim qilingan. Ammo kechirim qilish muddati 21 dekabr to'shadigan bir qism mahsulotlarga kechirim qilishni qayta yo'lga qo'yganligini e'lon qildi. Xitoylarning F-15 urush aeroplanlarini nazorat qilish uchun Shveysariya havo armiyasi bazasiga yaqin bir mehmonxonani setib olganligi to'g'risidagi xabar Shveysariya taratqularida qiziq nuqtaga aylandi. Egilishicha, Xitoyning yuqori darajali boshqaruvchilari F-35 aeroplanini nazorat qilish uchun setib olgan mehmonxonada Shveysariya soqchilari tomonidan tutilgan. Shvetsiya taratqullarining xabariga qaraganda, bu Xitoy jasuslarining Shveysariya armiyasiga qarshi elib berayotgan keng ko'lamli maxfiy harakatining bir qismi deb qaralgan.